Do'stlarim bilan yer ostiga tushib bo'ldik. Endi keyingi 7 kun ichida biz rasman shu yerda qolamiz. Lekin men buni qanday qilaman deb juda ham xavotir olyapman. Birinchi o'rinda biz hozir tushgan joyimizdan biroz uzoqlashishimiz kerak. Nega? Agar bo'ron bo'lsa bu yerni suv bosishi mumkin. Suv xuddi okean kabi ko'tariladi va biz cho'kib ketishimiz mumkin. Shuning uchun biz g'orga chuqurroq kirib o'zimizga qarorgoh qurishimiz kerak. Bu shunchaki qo'rqinchli. Qarang, bu yer xuddi boshqa olam. Ha, bu yer juda ham chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin biz bundan xursand bo'lmasligimiz kerak. Chunki biz oldindagi 7 kun ichida hayotimizdagi eng qiyin damlarimizni o'tkazamiz. Ahmoqona fikr. Yaxshi, bir necha soat ichida qorong'u tushadi. Agar bizda qarorgoh bo'lmasa, biz qiyin ahvolda qolishimiz mumkin. Qayerga ketyapmiz? Qarorgoh uchun mos joy topishimiz kerak. Biz g'orning ichiga biroz kirganimizdan so'ng bu yerda yaxshiroq o'zimizni toshqindan himoya qiladigan joy topdik. Ya'ni qarorgoh uchun yaxshi joy. Yaxshi joy deyish uchun bizga to'g'ri keladi. Ha, albatta yaxshi joy. Birinchi kunni yarmini o'zimizga kerakli bo'lgan jihozlarni yig'ish uchun o'tkazdik. Har bir sumka 35 kilogramm. Ko'rib turganingizdek, biz yana 4 soat vaqt o'tkazdik. Bu yerda yurish juda qiyin bo'lyapti. Biz hamma narsalarimizni qarorgohga tashib bo'ldik. Bizda svet bor. Axiri hamma narsalarimiz qarorgohda. Agar kamerani u yerga qaratsak, allaqachon u yerga qorong'u tushdi. Kun o'tib ketdi. Hozircha qarorgohimizga kerakli bo'lgan narsalarni qildik. Arqonlarni mahkamladik va arqonni ushlab osilib ko'rchi. Menimcha yaxshi ushlayapti. Biz omon qolish qoidasiga rioya qilgan holatda joyim bilan ovqatlarni osib qo'ydik. Bu yupqa arqon ovqatni ko'taradimi? Aha. Kechki ovqatni yedik va qorong'u va sovuq bo'lgan joyda birinchi tunni boshladik. Hozircha yotgan joyimiz o'ylaganimdan ko'ra ancha yaxshiroq. Yo'q, nega meni boshim buncha katta? Bu g'or 2,5 kilometrdan ko'ra uzunroq. Biz hozir kiraverishda qarorgohimizni qurdik. Ertaga biz qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Mana shu joyda videoni to'xtatib, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib va kommentariyga xohlagan so'zingizni yozib qoldiring. Kattakon rahmat. Qanday uxladingiz? Juda yomon. Ahmoqona. G'ordagi biz uchun eng yomon holat bu yerda har doim suv oqib turadi. Biz yaxshi ham o'zimiz bilan material olib olgandik, lekin unga suv to'lib qolyapti. Menda fikr bor. Keling ustimizni yaxshiroq qilib uraymiz. Qo'l bo'lmasdan uxlash uchun ikkita materialni bir-biriga birlashtirishni taklif berdim. Buni aql bovar qilmaydi. Axir men oddiy YouTuber emasman. Meni materialim bu yerda turgandi. Rostini aytyapman, uyg'onganimda shu yerda edi. Lekin biz buni birdan tushunmabmiz. Bu yerdagi chuqur deyarli 20 metr chiqar ekan. Biz Shon bilan o'zimizga to'siq qurganimizgacha Karol bilan Mak bu chuqur qanchalik xavfli ekanligini ko'rgani tushib ketishdi. Qara, material qanchalik balandda, biz shu yerda uxlayapmiz. Bu g'ordagi hamma narsa bir-biriga o'xshagani uchun siz birdan buni anglamasligingiz mumkin. Lekin mana bu xaritaga qarasangiz, ular bizni qarorgohimizdan qanchalik pastda ekanligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Omad sizga. Bolalar, pastdagi yangi joyni zabt etishgungacha biz Shon bilan qarorgohimizdagi barcha ishlarni qilib turdik. Nima uchun mana bu narsa bu yerda yotibdi? Undan noxush